Leksimizni davomlashtiramiz, hurmatli vatandosh. Bugungi islaga 2022-yil 6-oyning 3-kuni. Endiki mavzu mundaq. Bir necha davlat Xalqaro emgak tashkilotining Şinjan'da mustamlik Uyg'uristonda emgakka tajovuz qilish harakatlarini tekshirishni talab qildi. Mavzuli xabar 6-oyning 3-kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. 10 necha davlat haftaning 4-kuni, 6-oyning 3-kuni Xalqaro emgakchilar tashkiloti ILO ning bir o'mak tashkillab Jungoning Şinjan'da, ya'ni mustamlik Uyg'uristonda tajovuz qilish harakatlarini tekshirishni talab qildi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xalqaro emgak tashkilotining hujjatlari oshkorildiki, bu tashkilotning bir komiteti haftaning 4-kuni Jungoning xalqaro emgak ishlariga hurmat qilmaganligini tekshirishni planga oldi. Bu tashkilot bu yil 2-oyda Jungo Şinjan rayonida, ya'ni mustamlik Uyg'uristonda emgak kamsitishga uchradi deb hisobladi. Xalqaro emgak tashkiloti komiteti 3 taraflik o'mak tashkillashni qabul qiladigan bo'lsa, balki bu eng muhimi Şinjan'da mustamlik Uyg'uristonda Uyg'urlarning qonunsiz nazarband qilinishi, xo'rlanishi hamda majburiy emgak esilishini tekshirishni ko'rsatdi. Jungoning yozma hujjatlariga asoslanganda Jungo haftaning 4-kuni ochilgan yig'inda takallashib, o'zining qonunlarining, nizomnomalarining va harakatlarining kamsitish, cheklash, ahdnoma prinsiplariga butunlay uyg'un ekanligini bildirdi. Ya'ni kamsitishni cheklash, ahdnoma prinsiplariga butunlay uyg'un ekanligini bildirdi. Reuters 3 nafar ahvoldan xabardor kishilarning so'zlaridan naql keltirib, bunday ko'rsatdi. Bir necha 10 davlat bu o'makni Geçirirler. Bir necha 10 davlat bu o'makni qo'llaydiganligini bildirdi. Jungo 4-oyda 2 parcha emgakka majburlashni cheklash qonuniga imzo qo'ydi. Bu ahdnomalar ko'chga ega bo'ladigan bu hujjatdan texi topshirmadi. Xalqaro emgakchilar tashkiloti bir nafar amaldori Reutersga mundaq dedi. Buning odatda bir necha hafta va bir necha oy ketadi. Bu komitet bu yig'inda Jungo tasdiqlagan ahdnoma asosida Jungoning harakatlarini baholab chiqdi. Xabardor kishilar mundaq ko'rsatdi. Bu hukumat yolg'uvchi bu, ya'ni hujjat deydi. Hukumat yolg'uvchilar va ishchilar vakillaridan tashkillangan bu komitet, Xalqaro emgakchilar komiteti, tekshirish o'mak komiteti. Kelar hafta o'mak tashkillash talablarini qabul qilmaslikni qaror qiladi. 3 tarafdan tashkillangan bu o'makning Jungoga bir faoliyat qilish uchun avval birinchi qadamni tashlashni ilgari surdi. 3 taraf o'mak tashkillashdan boshqa xalqaro emgakchilar tashkilotiga a'zo davlatlar tekshirish komiteti qurishni mo'ylashdi. Tekshirish komiteti Jungoga berishi va bu tekshirish komiteti texnik ko'p tekshirish huquqiga ega bo'lishi kerak. Bu amaldorlar mundaq ko'rsatdi. Bu ahvol albatta rasmiy arz qilishni talab qiladi. Xalqaro emgakchilar tashkiloti qurilgan 100 yil mobaynida 35 qatimliq shikoyat topshirib oldi. Buning ichida 20 dan ko'proq tekshirish komiteti tashkillab tekshirildi. Biri tekshirib imborga qilindi. Masalan 98.998-yili bu to'g'rida
bermağa embargo yürgizildi. Jüngö 1919-yıldan başlap Halkara Emgekçiler Teşkilatyna äza bolgan döwlet. Bu teşkilat çekleş küçüğü egin nurgun kanun ähtinamylaryny tüzep tarqatdy.